Sud fuqaro Mo'minovning arizasini asossiz deb topdi va sud yopiq deb e'lon qilinadi. Qanaqa advokatsiz? Men shuncha sabab topguncha it bo'lib ketdim. Bu sabablar yetarli emas. Bu narsa bilan biz hech nimani isbotlay olmaymiz. Menimcha siz yaxshi ishlamayapsiz. Menga qarang, men bor shuncha yil ishlagan bo'lsam, siz eng mijg'u mijoz ekansiz. Rosa sudlashgan. Baribir yutqizganman. Beykim. Xo'p, mamachi. Mana. Buni ham. Buni ham foydasi yo'q. Mana. Oddiy qog'oz bu hammasi. Ha, xo'p, nimadir maslahat ber, seni nima chaqirdim? Shu bilasan, ishing tushgan deb chaqirdim. Sen yo'l-yo'riq ko'rsatlaring. Adasi. Rostdan ham sabab yo'q-ku. Yana qancha sabab kerak? Yana qancha sabab kerak? Ishdan-ku bir amallab chiqib olamiz. To'g'ri, chirog'imiz yo'q. Lekin mana o'tiribmiz-ku, o'layotganimiz yo'q. Bollachi. Bolalarning kiyimi yo'q. Aytaman, maktabga bordim. Ke o'rta. Mama, kommunalkadan qarqara. Mama, onamni operatsiyalariga ketadigan pul. Mama, onamning vasiyatnomalari. Keyin o'tib qoldilar. Janozaga ham bormading, iflos. Yo'q, men tushunmayman. Nimaga? Men o'zimni qo'lim bilan senga bergan pulimni qaytarib olish uchun pul dunyo sabab yig'ib kelishim kerak. Qarzingni ber. Men sendan qarz olganda sababini aytganmanmi? Bo'ldi, sudda yutqizding. Nima qilasan endi maydalashib? Yana qanaqa sabab kerak? O iflos. Mana sabab, mana qarzingni ber. Ana bayram oldi mana shunaqa qilasanlar-da. Odam vijdoni qiynaladi. O'rtoq, pul bor, yo'q emas. Hozir hozir olib chiqib beraman. Olib chiqib ber. Ber, hozir olib chiqib ber. Sabab yo'q-da. Bermaysan-a? Men sen bilan qiyomatda gaplashaman. Ikkita qo'lim yoqqingda bo'ladi, bilib qo'y. Shunaqa qilaylik. Meni ham jonimga tegib ketdi. Mana shu yaxshi variant ekan. O'sha yerda gaplashamiz. Men seni yozib qo'yaman. Ol mamlaring. Jasur, to'xta, shoshib qo'ydim. O'rtoq kechir, jahl ustida gapirib yubordim. O'rtoq kechir, shoshildim, jahl ustida gapirib yubordim, o'rtoq. Qarz berib tur, hech bo'lmasa.